Shunda adis andijonlik oiz Buxorodan ekanlar-da. Men Qashqadaryodanman. Qanaqa? Buvim bilan turganman-da. O'shanga biz tez viloyatga chiqib turamizda, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi? Ketdik. Shkan bo'zi shavat, amma xola ro'zi shavat. Shkan Qanday Buxoron to'yi yoqibdimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha. To'xtash. Ketdi Anjanga. Ukam xotini jijjilabdi. Ketdi to'yga, ketdi. Xayriyat keldik. Kimini ashtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Kattam tug'ilgan kunlar ekan, bor. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. Ha, o'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqatdan oldim. Kelin kiyimimizni almashtiring, biz mazalari yo'q ekan ko'rib kelaylik. O'zinglar borasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamshiyamiz to'y bilan. Uni ham olib kelaman, haymi? Mo'sa o'siramasdan tez kiyinish. Akam to'y qilyapti. Ashaqa ketamiz. Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim ihtiyoch. Vaqt ketadi-da. Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. Bo'lmasa sirligidan tayyorlang. Menga indikalik bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r. Ayniqsa sovuqsiz ziravorlari ta'miga tam qo'shyapti. Zebo, senga zo'r yangiligim bor. Senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Ha, bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor, siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim ham o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga Yo'lchivoy? Bu yurishimizda bora to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. Yo'llar bizlarni